Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tuxum. O'lka bilan ketadi-yu. Alhamdulillah. Malirum ni bodring. Bak şöyle. Gerçekten. Chili. Ağacımdan öldüm dedi. Sağlam yurish uchun baquvvat yeyish kerak. Haligi men uni yemayman, buni yemayman demasdan inson o'ziga kerakli har bir narsani yeyish kerak. Yeganda ham mazza qilib yeyish kerak. Mazza qilib yeyish kerak. Tillarni boshqalarni qo'yib pishgan tayyor tillar. Baquvvat bo'lib yurish kerak, ham yeyish kerak, ham ishlash kerak. Allohga shukr. Alhamdulillah. Ali Turkcha aytadi, yin için keyfini zabohin. Dunyo moli dunyoda qolar dedi. Haqiqatan dunyoning moli dunyoda qoladi. Bu dunyoda faqat ishlab, mehnat qilib, haloldan topib, haloldan yeyish kerak. Yaxshi yursiz, sog'lom bo'lasiz, baquvvat bo'lasiz, kasal bo'lmaysiz. Yana mazza qilib ishlab yuraverasiz keyin. Kanalimga like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Chunki sotilayotgan mashinalar, uy-joylar, sotilayotgan yerlar, sotilayotgan tayyor bizneslar, arendaga joylar, restoranlar, oshxonalar, shu narsalar reklama qilamiz. Instagramda ham zapaska balon yozsalar chiqadi. Va hamda 4 ta balon deb manfaatli
sizga kerak bo'lgan videolar chiqaramiz. O'shaning uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'lishni unutmanglar. Endi bildim, faqat yeyish kerak ekan deydi-yu. Tuxumni smetga qilishni yaxshi ko'raman. Mazza. Ketadi-yu. Bak shu bilan ketadi. Mazza. Hozir obed bo'ldi mana. Kimda kim obed qilayotgan bo'lsa, yoqimli ishtaha. Yoqimli bo'lsin. Mazza. Smetga. Do'stlar, obed. Akachi go'shi. Hozir 15 minutga tayyor bo'ladi. Mengacha qo'lim yuvib kelaman dedi Chingiz. Sog'lomlik bilan baquvvatlikka nima etsin? Sağlam tanrı, sağlam can, sağlam hayat. Fakat iş kerak. U ichib, kayf qilib yurganda faqat yemishga sarflab, yaxshi pitaniya qilib, baquvvat bo'lib nima yetsin? Dunyodagi eng zo'r narkotik bu. Men uchun sport. Самый лучший наркотик это спорт. Занимайтесь спортом всегда. Hammaga xayrli kun, kunlaring yaxshi o'tsin, oilalaring tinch bo'lsin, baxtli bo'linglar. Hammaga sog'lik salomatlik tilayman, yurtdoshlarimga. Bitta like bosib obuna qo'ysangiz bo'ldi.